Bizni oyoqlarda tuz bor ekanmi shunda? Bu bir tiyinga qimmat-ku. Bu sizning fikringiz. Lekin butun dunyo tan olgan sun'iy intellektdan so'rab ko'ramiz. Plantar fasitni eng zamonaviy davolash usuli qaysi ekan? Ajoyib savol bo'libdi. Plantar fasitni davolashda hozirgi kunda juda innovatsion texnologiyalar qo'llaniladi. Eng samarali va afzallik jihatidan ajralib turadigan usullardan biri zard to'lqin terapiyasi, shockwave terapi. Bu usulda tovon sohasidagi og'riqni kamaytirish va yallig'lanishni pasaytirish uchun yuqori chastotali zard to'lqinlar ishlatiladi. Ko'p hollarda bu usul bilan og'riq kamayishi va harakatlar yaxshilanishi taxminan 70-80% bemorlarda kuzatilgan. Tovondagi shpora, ya'ni plantar fasit kasalligini davolash bo'yicha video qilganimizdan keyin nihoyat ko'p negativlar bo'ldi. Bu usul bir tiyinga qimmat, foydasi yo'q. Bu butun dunyo tan olgan ilmiy tomondan adashishi 0% ga teng bo'lgan sun'iy intellektni fikrini eshitib ko'rdingiz. Sun'iy intellekt ham aytayapti 70%, 80% bemorlarga yaxshi yordam beradi deyapti. Biz deganimiz shu orqali lichina qilsa bo'ladi deb sizga tavsiya berdik. Tanlash o'zingizdan. Ko'rib turibsizki, biz tayyorlagan barcha videolarda o'zining isboti va dalili bor. Shuning uchun ham bunaqangi isbotlangan dalillarga asoslangan videolarni o'tkazib yubormaslik uchun sahifamga obuna bo'lib qo'ying.